ko'p yaqinlaringizni yaxshilik qilasizda. Ular nonko'rlik qiladi. Bu yaqiningiz bo'ladi. Bu sizga yaxshilik qilmaydi. Undan yaxshilik kutasiz, lekin yaxshilikni undan kutmang. Yaxshilik undan qaytmaydi. O'zi dushman ham begona bo'lmaydi, yaqiningiz bo'ladi. Alloh boshqa joyda boshqa begona odamni sababchi qilib yaxshilik beradi. Shuning uchun yomonlikni asosan yaqinlaringiz qiladi. Assalomu alaykum hammaga. Qisqasi legenda sunnat elasi ham biladi. Shogirdlarim Mansur Tugizbayev akam, yaqin akam. Bitta narsa hozir ana bo'lar bo'lmaslar ko'payib ketdi. Ana Xbetchi, boshqa qimorbozlar, men ortiqcha gap qilmayman. Qo'ychin.uz proyektimning nomidan 4-aprelda Gruziyada Mansur akam Tugizbayev yutsalar, urushayotganlari uchun ham yutqizsalar ham 2 xonali uy mendan hadiya. Proyektim nomidan o'zim topshiraman. 2 xonali uy. Biz unaqa qimor, hech kimdan pul olmaymiz. O'zimizning nomimizdan shu akamizga shu yoshda urushayotganlar uchun, yoshlarga motivatsiya berayotganlar uchun, to'g'ri narsani o'rgatayotganlar uchun bizning nomimizdan 2 xonali uy, qolasalar 3 xonali uy hadiya bo'ladi. Okay, omad tilab qolamiz. Paddeshga qilaylik o'zimiznikilar. Tim bo'li bunaqa yoshi katta trener shu yoshda urushayotganiga 5+.